Assalomu alaykum. Men hozir bir ajoyib inson bilan ko'rishib qoldim. Agar uchrashuv belgilasanchi bunchalik bo'lmaydi-da. Hozir to'satdan ko'rishib qoldik. Bu inson hammani bilasizlar, O'zbekistonimiz biladi. Rahmat. Biz institutda birga o'qiganmiz. Parallel kursda o'qiganlar rejissyorlikda juda kuchli rejissyor bo'lar edilar. Domlalarni hozir eslolmadim, ammo kuchli domlalarda o'qigandilar. Hammamiz havas qilardik Burxon Sharapovga. Qarang, chiroyli qizlar bo'lganmiz, biz o'ylamaganlar, mana bu qizga uylanib qolgan ekanlar. Mazza qildim, aylanay jonim. Iloyim qo'sha qarishsin. Men juda xursandman. Burxonni o'z yoshligimizdan yaxshi ko'ramiz. Chunki institutda sanoqli odamlarni bilasiz, bir-biringizni. Institut kichkina edi, sanoqli odamlar bo'ladi, ammo ularning ichida o'sha zo'rlari bo'ladi, zo'rlarni bilardim. Shu bittasi rejissyor. Aylanib keting, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Bolalaringizni, nevaralaringizni rohatini ko'ringlar, yaxshi to'ylar qilinglar. Yorg'in Xo'ja bilan suhbat qilganimda Burxon aka oyim salom berdilar. O'shanda menimcha bilmagan. Kim o'zini oyingsa, o'zingiz kursdoshingiz-ku degan. Keyin Zohid. Voy Zohida, voy krasavitsa Zohida degan. Ya Zohida deyaptim. Ya Burxon Sharapov. Aylanib keting, to'g'risi to'g'risi ketdilar. 40 yilda hey Zohida, bitta joyda ko'rishaylik desa ko'risha olmaysiz. Haqiqatdan ham. Qanday qilib ko'rishib, qaysi go'zal nima paytda ko'rishdik. Anta Zaraf poytaxtga keldim narsa olgan. Men Sharapovni ko'rib qoldim. Eng buyuk rejissyorimiz voy, zo'r kinolarimiz. Bu kinolaringizni o'ynayapsiz. Yo'q, hozir endi rejalar bormi? Chunki chaqiramiz. Bugun biz muhtojmiz yaxshi rejissyorga, voy yaxshi asarga, yaxshi aktrisalarga. Ana o'zini pechati bor. Ana hadib tashmasi kerak-da. Aktrisalarni topish kerak, qidirish kerak. Qadrli do'stlar, qadrli xaridor do'stlarimiz, obunachilarim. Albatta Zohida Umarova 30-40 yil atrof bo'ldi, 40 yildan ham ko'proq. 40 yil bo'ldi, bitirganmiz 40 yil. 40 yil bitirganmiz. O'sha Ravqiron, o'sha go'zal, o'sha shaddod ushlagan joyini uzadigan. Hali ham shunaqa. Voy mana qizlarni voy aylanib keting bubujon. Ay desam bubujon deydi jonim bolam. Voy bubujon desang aylanaysan-da. Bobojonga yetibmiz, buvijonga yetibmiz. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Bobojonga yetdik. Bu yetmaganlar qancha. Voy Xudoyim o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Aylanib qo'sha qaringlar. Bularni rohatlarini ko'ringlar, mana krasavitsalarni. Rahmat ustadlarim, demak biz bilan bog'lanib turing va bizga obuna bo'ling. Zohida Umarova, Burxon Sharapov. Hammalaringizga rahmat. Bu suhbatlar davom ettiramiz. Hozir kelinglar, Osiyo. Solnishka qizimmi? Bizani endi xudo xolsa krujogimizga qatnaydilar. Rassomlikka. Hali bu qizimdan zo'r rassom chiqadi, ko'rasizlar. Jamiyatimizga foydasi tegadigan. Uning rasmlari ana Rembrandt asarlaridek dunyolarga tanilsin iloyim. Aynan qizim, senga ijodiy parvozlar tilayman. Voy bu klitsaga teptildi oldimizga. Ammo bunisi jamiyatga xizmat qiladigan kimdir bo'ladi. Balki adliya vaziri bo'ladi. Balki. Asila Osiyo. Asila Osiyo va Zohida.